Diqqat aholiga tezkor xabar: pensiya va oyliklar 2 barobarga oshishi mumkin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Pensiya va oyliklar 20-yanvardan 2 barobarga oshishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'rib, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Assalomu alaykum yana bir bor aziz yurtdoshlar. Ya'ni ko'pchilik so'radi, men mana yangilikni chiqardim. Ya'ni ko'pchilik so'raganda pensiya, oylik, bola puli qachon ko'tariladi deb 20-yanvardan yangilik bor sizlarga aziz yurtdoshlar. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, podpiska qilib videoni oxirigacha ko'ring. Chunki videoni oxirida hamma ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Aziz yurtdoshlar, ko'pchilik so'raganda, ya'ni aziz yurtdoshlar, 20-yanvarda nimalar o'zgaradi deb. Mana sizlarga juda katta yangilik, ya'ni O'zbekistonda dollar oshadi, pensiya va rubllar oshadi, pensiya, oylik va shular 2 barobarga oshishi mumkin aziz yurtdoshlar. Ya'ni oylik qancha oshadi, pensiya imindan qancha oshadi. Videoning oxirida hammasini to'liq ma'lumotni aytib o'taman. Undan oldin sizlarga kichik yangiligim bor. Aziz yurtdoshlar, xullas kommentariyada ham zaxribit qilib qo'yaman. Tekinga kim nimasini reklama qildirmoqchi bo'lsa yozaverasizlar. Tekinga reklama xizmatimizni yo'lga qo'ydik aziz yurtdoshlar. Videomizga like bosib, videoni oxirigacha ko'ramiz. Aziz yurtdoshlar, xullas 20-yanvarda nimalar o'zgaradi xullas O'zbekistonda. Oyliklar masalan 3 million o'rtacha oylik bo'lsa, shular 2 barobarga oshadi deyishibdi ko'p odam. Yo'q, unaqa emas. Oyliklar sekin-sekin oshadi. U ham ishchining nimasi, ish beruvchining talabiga qaraydi. Korxona va davlat ishi har xil ishlar bo'lasizlar. Xullas, undan tashqari pensiya yangiligini aytadigan bo'lsak, pensiyalar 2 barobarga oshishi mumkin. 2 barobarga oshishi mumkin aziz yurtdoshlar 20-yanvarda. U ham to'g'risi shunaqa deb internetdan olyapman bu ma'lumotni. Internetda aytishibdi shunaqa deb. Yo'q, unaqa emas. Internetda aytishaveradi, ko'p odam ishonib qolmang, aldanib qolmang. 20-yanvarda sekin-sekin pensiya narxi sezilarli darajada yanvar oyidan oshishi mumkin aziz yurtdoshlar. Shunga aytib o'tayin sizlarga, ko'pchilik shunaqa deb ishonib qolyapti ekan. Yo'q, unaqa emas. 20-yanvarda sekin-sekin o'sib boryapti pensiya narxlari, oylik narxlari. Shunaqa gaplar aziz yurtdoshlar. Dollar ham sekin-sekin endilikda O'zbekistonda ko'tarilishi mumkin. Ko'pchilik shu dollar qachon ko'tariladi o'zi, pensiya qachon ko'tariladi deb yozishibdi. Sekin ko'tarilib boryapti aziz yurtdoshlar. Videoga like bosib, kanalimizga ko'p odam obuna bo'lmay qo'yibdi. Iltimos obuna bo'lib qo'ying, bizga motivatsiya bo'ladi. Agarda mana shu 1000 ta prosmotr esa, bundan ham yaxshi yangiliklarni sizlarga chiqarib boraman aziz yurtdoshlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.